Men bilan urushgani keldingmi deb o'ylabman. Eshitishimcha meni urush haqida gapirib yurganmishsizlar. Shuni ortidan ko'p pul ishlarkansanlar. Buni ham eshitdim. Kanalini menga ber. Uni boshqa bezorlarga o'xshaydi deb o'ylaysizlarmi? U haqida hech narsani bilmaganingiz uchun shunday o'ylaysizlar. Odamlar uni iblis deyishini sababi shundaki, u birinchi do'stini garovga oladi. Tayxunga umuman o'zini narsalari yoqmaydi. Uni asl maqsadi boshqalarning yonida do'stini kaltaklab sharmanda qilish va kuchsizligidan rohatlantirib o'tirish. Kanalini berasanmi? 100 yen bormi? Bu bola odamlarni o'yinchoq deb o'ylaydi shekilli.